Tayyormisizlar qizlar? Bugun birinchi kunimiz. Men rosa tayyorman. Hayajondan uxlolmadim. Bizlar Lisa bilan uncha uxlolmadik. Kechqurun xayollarimizni aytib o'tirdik. Bizda ham ahvol bir xil. Lekin kechqurunga ko'ra hozir rosa energetikmiz. U men rosa hayajonliman. Bildirmasam ham titrab o'tiribman. Birinchi bo'lib nima darslaringlar bor? Mana raqs darsim bor. Mana vokal. Menda ham vokal. Birga kirib chiqamiz. Bo'pti. Sening sana birinchi darsing nima? Meni birinchi darsim rep. Keyin vokalga kiraman. Bitta Jisu bilan meniki bir xil shekilli. Davay ketdik, kechroq hech qolamiz. Jisu, men hayajonlanganimda to'lga kirib keladi. Men to'lga kirib kelaman. Xo'p, kutaman. Rosa xursandman. Rosa xafaman. Nima bo'ldi? Raqs zalda bilakam bor ekan. Yana nima bo'lsin? Hayolimga ham keltira olmayapman. Yana asabini buzdimi? Raqsga tushayotganda faqat oldimga o'tib olib, menga xalaqit berdi. Ustiga ustoz ham ko'p raqsga tushirdi. Biz ham rosa charchadik. Keyin bilan bizani rosa qiynashdi, lekin birinchi darsdan ham o'tib oldik. Sana birinchi darsni qalay bo'ldi, Jenny? Meniki uncha qiyin bo'lmadi. Birinchi darsimda 50 ta rep aytdim. Va 50 ta so'z. Va hozir ochman. Ovqatga nima bor? Brokoli bor. Sizlarga rosa yoqadigan ovqat. Borib olinglar, sizlarning xizmatchilar yo'q bu dunyoda. Bu nimaga turib bizga aralashyapti? Xuddi bir lavashiyotda biz brokoli yeb o'tiramiz. Seni eshita olaman, Jenny. Kızlar nima qilamiz? Nimani? Blackni. YG'ga ko'ra 5 kishilik guruhga bo'lamiz, lekin Black bizlar bilan kelisholmayapti. Nima xato qildik, uni ham bilmaymiz. Yaxshisi biz bitta joy belgilaylik, o'sha yoqqa boraylik, lekin qayerga ketganimizni aytmaymiz. O'sha payt tuzoqqa tushmagan bo'lamiz. Kelmasa kerak. Nima qilamiz unda? Xonasiga kirsamikin. Shu kecha. Xonasiga olmaydi-ku. Eshikka tayanib olib kutib turamiz. O'sha payt taslim bo'ladi. Taslim bo'ladigan insonga o'xshamayapti. Uni qo'yinglar, bugungi ovqatda nima edi? O'zi kichkina qornim bor. Yana shu bilan ham och qoldim. Shukr ovqatimiz bor. Ochmasmiz, ochiq emasmiz, lekin bugun dars edik va men rosa ochman. O'sha darsdan keyin brokoli yeyishni haqorat ochman. Menimcha oshxonaga boraylik. Nima yeganimizni yozib olib, o'shanga ko'ra sport qilishyapti. Oshpazga aytamiz, bizning ismini yozmaydi. U ham rosa ruxsat beradi-de. Rushvat bersak-chi? Baloga kirib ketamiz. Hozirdan ayting. Normal yeb sportimizni ham qilaylik. Ishoninglar, menga rushvat bersangiz sport qilishimizga ham kerak qolmaydi. Milliarder emasmiz-ku, qaysi pul bilan beramiz? Biz ham milliarder emasmiz, lekin YG'dan ham kim yaxshi ko'radi? Bularni ol, ovqatlarni ber. Va ismimizni ham daftarga yozma. Bilardim shunaqa bo'lishini. James Bond'mizmi biza? Ham ovqatlarni olmadik, endi ham sport ham qilishimiz kerak. Rushvat kam keldimikin? Qizlar, men rosa charchadim. Blackning xonasiga ertaga ketsamikin? Men ham rosa charchadim, lekin bugun ketganimiz yaxshiroq. Ertaga qanaqa tuzoqlar qurishni men ham bilmayman. Bo'lmasam ketaylik, bu ishni hal qilib tezroq uxlamoqchiman.
Davay ketdik. Qizlar eshik ochiq. Black, shu yerdamisan? Ko'chaga chiqqan shekilli. Bo'lmasam nimaga eshikni ochiq qoldirgan? Baribir ham shu yerda kutiylik. Ichkarida qanaqa tuzoqlar bor, men ham bilmayman. A few moments later. Blackni xonasiga qaranglar, biznikiga ko'ra rosa bo'sh. Black nimaga biznikiga o'xshagan 2 kishilik xonada qolmayapti? YT uchun maxsus bo'lsa kerak. Yoki birinchi kelgan stajyer bo'lgani uchun birinchi xonani olgan bo'lsa kerak. Omadli ekan. Qizlar, yerda narsa bor. Jenny, to'xta. Bu bitta tuzoq bo'lishi mumkin. Tuzoq bo'lsa ham ancha tushib oldik tuzoqqa. Sizlar uchun o'zimni ado qilaman. Senchi men qarang. Shu yerda tushirgan bo'lishim kerak. Qizlar topib, meniki bo'lganini tushunganda men o'laman. Balki ichkarida tushgandir. Nima bo'pti? Qizlar, sizlar bo'lganinglarni bilaman. Jenny, Jisoo, Chayoung, Lalisa. Mana aldomisizlar. Men sizlarga o'xshab tez ishonavermayman. Nima bo'ldi, Jenny? Nima yozildi qog'ozda? Jenny, nima bo'ldi? Qizlar, kelinglar o'zingizlar qaranglar.